intim apparatlari va intim lazerli sujeniyalar oladigan ayollarimizda effekt bo'lmayapti, nega effekt bo'lmayapti, shuncha harakat qilyapmiz deb menga savol berishadi. Instagramdan, Telegramdan yozishadi. Ularni mushay sohasi bilan ko'proq ishlashligini tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki samostoятельно o'zi ixtiyoriy ishlaganda ko'proq effekt bo'ladi. Intimli apparatlar sizlarga umuman yordam bermaydi. Bu apparatlar sizlarga qaytangi libidonizni tushirib yuboradi, chувствительность holatingizni tushirib yuboradi. Siz faqat apparatni his qiladigan bo'lib qolasiz, boshqa narsalarni his qilmaysiz. Shuning uchun apparat ishlatishinglarni tavsiya qilmayman va bu sizga unchalik yordam bermaydi. To'g'ri bajarishni bilmasangiz, aynan siz bu narsadan charchab qolasiz. U olgan расходinglar bekorga yotadi. Intim lazerli sujeniyalarga keladigan bo'lsak, ayollar kelishadi meni oldimga, 2 martalab oldim, 3 martalab oldim, foydasi bo'lmadi, effekt bo'lmadi deb aytishadi. Shularga men tavsiyam, sizlar to'g'ri tahorat olishni yo'lga qo'yinglar va mышцаlarni qotirishi, samostoятельно ishlashni o'rganinglar. O'zingizlar ixtiyoriy fitnessda o'sha intimli fitness mashqlarini bajarishingiz kerak. Chunki o'zingiz ishlamaguningizgacha sizni birov ishlagani foyda bermaydi. Chunki mышца bo'sh bo'lsa, o'ta shamollashli bo'lsa, doim noto'g'ri tahorat bo'lsa, doimgi effekti yo'q protkladkalarni tutgandan keyin ayollarda yana qayta bo'shashish, tashavorish, ortiqcha suyuqliklar, havo chiqishi va xastiklarni buzilishi vujudga keladi. Faqat ayollarda emas, qizlarda ham juda ham ko'p bo'ladi. Hozirgi kunda, ayniqsa balog'at yoshiga yetgan qizlarimizda xastiklar 1 oy kelib, 2 oy kelmay, 1 oy kelib, 6 oy kelmay, shunaqa holatlar bo'lyapti. Ulardagi chувствительность ishlamagani, folikulalari, umuman tuxumdonni yaxshi ishlab yorilmasligi, tuxumdon ishlab yorilishga tayyorlanadi-yu, lekin qotib qoladi. O'shunaqa holatlar bo'lishi, ularni mышцалari yaxshi ishlamayotganligi, chувствительность ishlamayotganligi va harakati juda ham kamligidan dalolat beradi. O'shaning uchun jononalar qimmat pulga oson yo'lini tanlamanglar, arzon pulga undan ko'ra fitnesslarga boringlar, shug'ullaninglar, intim gimnastika mashqlarini ko'rib bajarganinglar ma'qulroq. Chem mana YouTubedan olasizlar yoki Instagramdan olasizlar, boshqa joylardan olasizlar, chala tushuncha bo'ladi. O'shaning uchun to'laqonli tushuncha bilan iloji boricha harakatdan to'xtamasdan shunaqa o'zinglarni 1 soat o'zinglar uchun ajratishga harakat qilinglar. Shunda sizlar o't, ido, uni gigiyenalari bilan o'rganib, o'zinglarga barcha kerak bo'lgan ma'lumotlarni olganinglardan keyin shunaqa xunuk yoki yomon, uyatli holatlarga tushmaysizlar.